23 aprel kuni erta tongda Do'rmon yo'li Mirzo Ulug'bek ko'chalari kesishmasida chorrahada xizmat olib borayotgan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektori serjant Toshtemirov Armanni Tracker rusumli transport vositasi urib yuboradi. Shifoxonaga olib borilgan inspektorga o'ng va chap qo'l ko'plab shilinmalari, chap chanoq suyagining bir necha joydan sinishi, chap tizza sohasi va oyoq yumshoq to'qimalari lat yeyishi tashxisi qo'yilgan. Chorraha ozgina tirband bo'lganligi sababli yengillashtirish maqsadida, tirbandlikni oldini olish maqsadida chorrahaga chiqdim. O'zimga qulay joyni tanlab, Chorraha markazida. Bilmayman, 4-qatordan keldimi, 3-qatordan keldimi, ish qilib Tracker rusumli avtolokka urildi. Undan keyin o'sha yerda o'zimning hamkasblarim bor, Milliy gvardiya bor. Hammasi kelib birinchi tibbiy yordam ko'rsatdi, mani ichiga ko'tarib olishdi. Undan keyin eng yaqin shifoxonaga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga olib bordi. O'z xizmat vazifasini sidqidildan bajaraman, xalqimga xizmat qilaman degan xodim bir haydovchining ehtiyotsizligi, yo'l harakati qoidalarini buzishi evaziga bugun to'shakda yotibdi. Albatta yaxshi ko'raman, ishim o'zimga yoqadi, o'sha ishni kasbni o'zim sevib tanlaganman. Xudo xolasa men sog'ayib ketsam, o'sha ishimni yana davom ettiraman. Vatanimga xizmat qilib, sadoqat bilan ishlashga qasamyod qilganmiz. Umuman olganda yo'l patrul xizmat xodimi ham oddiy inson. Boshqalardan farqli jihati uning formasida va vatan oldidagi qasamyotida xolos. Uning ham ota-onasi farzandim sog'-salomat uyga qaytsin deya ko'zlari eshikka qadalib kutib o'tiradi. Eshitdim, hayron bo'lib qoldim-da, o'zim nima qilishimni bilmay qoldim. Bular ketibdi, aytmaydi ham menga. Keyin sirasi qo'ng'iroq qildim bunga. Yaxshi deb dadasi sana qilgandan keyin o'zini ko'rib xursand bo'ldim, Xudoga shukr. Ko'rgani shu bo'lsin. Duosini berib, eson-omon qaytib keldi. Jo'natamiz ishga. Kelishini kutib o'tiramiz, qachon beradi. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Yakunda qonuniy qaror qabul qilinadi.